Chorvador akalarga osonlashdi. Qaranglar, xashaklarni mana shunday to'plab qo'yaverasizlar. Juda ham oson bo'ldi. Bu universal bo'lar ekan. Don-dun bo'ladimi, farqi yo'q. Xashak bo'ladimi, qor ko'rasizmi, molni go'ngini ko'rasizmi, farqi yo'q. Bundan tashqari drabilkalar universalga tegamiz. Nolan brendi ostida ishlab chiqarayotgan mis motorli, alyumin motorlisi bo'ladi. Narxi 2.600.000 so'mdan yuqorilashib ketaveradi. Hattoki mana bunday yamlamay yutadiganlari bor. 19 million so'mga olasizlar. Bu o'sha vakuumli bo'ladi. Masalan, qopiga shunday tashlab ham beraveradi. Bundan tashqari mana bunday yem xashak mishalkalarimiz bor. 300 kilodan 1 tonnagacha bo'ladi. Xashaklarni aralashtirib qo'ymollarga bersalar, mollaring molda semiradi, qo'ylaring qo'yda semiradigandan bo'ladi. Bundan tashqari mana bunday aravalarimiz bor. Narxlari 2.5 million so'mdan yuqorilashadi. O'sha damazlarimizni, ya'ni labolarimizni bortiga o'xshab ochilar ekan do'stlar. Chorvador akalar uchun juda ham zo'r, Tbilisilar uchun ham zo'r bo'lar ekan. Ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol bog'lanaverasizlar.